Yuring. Bak. Mana o'chog'onda aytyapti. Nima uchun deydi, chiroyligini sinib kafil bo'lsa ham deyapti, qilib deyapti. Oqlab qo'ymagan deyapti. Tushunyapsizmi? Mana yashash mana. O'chog'onni qarang. Anani qarang, tarilgan, laganlab turibdi, chirib, irib ketgan. Tortanaga ketgan hamma tomon. Mana qarang, yo'q musorda o'zi yo'q. Bu supurindixonami? Men sizlarga aytaman-ku, bir ayol yashaydi, kirasan, tashqaridan qarasang, bir qabriston deb o'ylaysan. Odam tashlab ketgan bir yer deb o'ylaysan. Ana hozir uyni yonboshiga olib boraman bu kishini. Qarang. Bu ham sizniki, ana ko'chog'i. Ya siz uyingiz tagini, derazani tagini ko'rsataman hozir. Boshingizdan yana. Nima qilgan balla? Hozir keyin gaplashamiz. Eshiting. Men aytaman-ku, ayol supuratdagi o'choq yonigami, yonboshiga supurindi yig'adi. Qanday odat bu? Shu ayolni ham bir ona tarbiyalagan. Bu ham qizi bor. Kelin oladi yetmay shu ayol. Qarang, supurindi. Qanday supurindi uyda turadi? Bitta xaltachaga solib, anaga chiqarsa bo'ladi. Yoki eri ana burchakdan, ana hovlini to'ridan bitta yamachan to'r burchak qilib, shunga qilib, keyin suv qo'yib tursa, chirindi bo'ladi. O'g'lim bu biyogimiz. Ana ayang agar yoqqa yig'sa, bitta ikkita qo'shni keladi. Nechta qizingiz, nechta o'g'lingiz bor? Erta shu ro'zg'orga masalan normal odam kelin bermaydi. Ana qayindan ana bugun kanalga qo'yilasiz siz hozir. Mana shu mahalla kanalida o'zingiz ko'rasiz. Yana qo'shningizni ham oldik. Bitta siz emas, ikkita. Kanalga tashlamaymiz bizlar musorda. Nima uchun? Yo'q kelin, yashab. Nima tashla, ona qilamiz, sizga xaltaga nima beradi? Kechirsiz, nima shpetgacha qilmadi. Sizlarga og'irlar xat berib ketdimi? Ro'zg'orning to'g'rilavadi. Televizorda ko'rsatyapti tinimsiz prezident. Bizlar ishchi guruh bilan yurdik, shu yerga xonadonimizga kirib aytib ketdik. Hech kim bilmaydi, hamma mahalla qolib ketdi. Xo'p, mana hozir bugun aytdik. Shunisi necha kunga qilasiz? Qilmaydi. Bir oy oldin ham bilasiz, 20 ta odam yurib aytuvdik. Ekiningni ek, tomorqanga qara, Xurshid bilan poyoda poychamiz uzilib tushib yurib 20 ta odam bilan. Men hozir ishtaman bo'ldi. Ular kiri borki, o'zi bo'lsa mashhur. Ular noqonuniy chiqib Qo'shib olgan tarafda.